Hoji aka, sizda nechta farzandingiz bor deydilar-ku? Inomarka hayda Nodir hoji aka. Ikkita farzandingiz uchun chiroyli sharoitli qilib qo'yilgan kvartiramiz yangi remontdan chiqdi. Mana qarang, prixожий zonamizni uzun koridor tushgan bu yoqda. Detskiy xonamiz, naryoqda spalnisi, bu yoqda zal plus kuxnyasi, studiya format. Hamma texnika mebellari bilan birga tayyor turibdi, podключ qilingan. Domoforlari ham ishlab turibdi hammasi. Mana birin-ketin ko'rsataman. Detskiy xonamiz, mana mebellari ham chiroyli stilda qilib qo'yilgan. Mana qaranglar, hammasi zo'r rangli tanlangan bu kvartiramizda. Mana bu yoqda balkonchasi bor, detskiydan balkonga chiqsa bo'ladi. Mana konteynerlari qo'yilgan, mebellari ham chiroyli qilib qo'yilgan hammasi. Mana bu tarafda esa spalnimiz, ota-onalarimiz yotoqxonasi. Ranglariga ahamiyat beringlar. Juda ham odamni kayfiyatini ko'taradigan ranglar qilib qo'yilgan. Hop, bu yerdan chiqqanimizda sanuzuliga ko'zim tushadi. Bu yerda sanuzuli juda ham chiroyli va shinamgina qilib mana kirmoshlarni akkuratni joylab ketilganda bu yerda 64 kvadrat 3 xona, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Smart klub kalitlari qo'yib qo'yilgan, parollarni teras, shunda ochiladi. Bemalol uyingizga kirsangiz bo'ladi. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Yashnobod tumani Energy Bisado novostroykasida joylashgan mana shu kvartiramizda sotuvga chiqdi. Xudo xolisa, kelinglar, ko'rsataman. Yo'qsa, xudo xolisa baraka qilamiz. Narxi keladigan bo'lsa, 167 ming divonimizni kesinglar, yana ustida ozgina kelishtirib gaplashamiz. Manzillar Toshkent sizlar xizmatingizda. Bizning xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.